Ey ukalar, ko'zingni ochish, senlarga oyat bor, hadis desa laqqa tushib o'tiraverma. 1,5 yil oldi bu islomimizga birodarlar. 1442-yil hozir. 100 yilni chiqarib yuborib yo'qiga 1300 yildan beri ummat bir xil reysda, bir xil ilm bilan kelyapti. Kallalarni ishlatinglar. Demak, Imom Tabaroniy va bir qancha sahobalar quyidagi hadisni Payg'ambarimiz sollallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilishadi. Siz gapirgan fikrni, sizga aytgan so'zni, siz olib kelgan fikrni qabul qilmasa, biz haqni gapiryapmiz, o'shuning uchun qabul qilishmayapti deb turib, o'zini g'ariblarni qatoriga kirgizib qo'yadi. Kelinglar shu g'ariblar haqidagi hadisni to'liq o'rganamizda, biz o'sha g'ariblarning ichiga kiramizmi, kirmaymizmi? Islom g'arib holda boshlangan va g'aribligiga qaytadi. G'ariblarga tavbo bo'lsin degan Rasululloh, jannat bo'lsin. Sahobalar gaplashib o'tirishganida, ayrim masalalarda bir talashib tortishayotganida, shunda Rasululloh chiqib keldilar. Sahobalar aytishadi, bizga ko'pgina narsalarni aytdilar va gap orasida islom g'arib bo'lib boshlangan va yaqinda g'aribligiga qaytadi dedi. Bo'ldi, shu yerda bilamiz. Bo'ldi. Bizning gapimizni olishmadi, biz haqni gapirdik. Bu domlalar haqni gapira olmaydi, onamdan qo'rqadi, onamdan qo'rqadi, onamdan ajralib qolishdan qo'rqadi. Shu gapni eshitamizda, haq faqat bularda ekan. Shunda biz g'ariblar kimlar yo Rasululloh deb so'radik. Rasululloh aytdilar: "Alladina yuslihuna idza fasada nas." Odamlar buzilib, fasodga uchrab ketganda isloh qiladi g'ariblar. Wala yumaruna fi dinillah. Allohning dinida talashib tortishmaydi u g'ariblar. Wala yukaffiruna ahadan min ahli tawhid bi zambi. Ahli tavhid bo'lgan kishini bironta bir gunoh bilan kofirga chiqarmaydilar. 3 ta sifat aytildi. G'ariblar kim ekan? Isloh qiladi, talashib tortishmaydi, musulmonni kofirga chiqarmaydi.